Assalomu alaykum internet tarmog'idagi kuzatib boruvchilar. Yana bir dastlabki Shohona Poson Samarqand Poson darvozamiz o'zimizning Namangan Yorqo'rg'on kelib o'rnadi. Xullas bu darvozamizga ishlatilgan materiallar ponni girtlar shiveller 10 ga 5, to'qilgan ramkalari 6 ga 4, stenkasi 1.8, lisimiz ham 1.8, ikkinchi qavat bezak uchun shirshavin lis 1.3 qallikda bo'lgan. Steklavati utublik yonlarida o'sha adnalichka 30 cm ikki tomonga chiqarib berilgan, tepasiga 40. Zamoklari Zuber zamok. Ochilib yopilishiga ahamiyat berasizlar. Xudo xolasa bemalol Esengi davlatlari, Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston bemalol telefon qilib 12 ta viloyatga xizmat ko'rsatamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomer, pastdagi profillarga biz bilan bog'lanishlari mumkin. Yaqinroq olib keling, operator bu darvozanimda ko'rib, orqalariga germetekislarni sochib, zamoklarni ham Zuber zamok qilib berganmiz. Darvozamiz orqa tomonini ham bir ko'rsatib qo'yasiz. Baholasa bemalol hozirgi zamon talabiga javob beraveradi. Ochilib yopilishiga ahamiyat berasizlar. Tashqariga chiqsangiz hozir qanotlarni ham ochib ko'rsatib beramiz. Ochilib yopilishiga ahamiyat berasizlar. Xudo xolasa darvozamiz o'z joyida qotadi, bir tomonga tashlamagan. Sentr zamoklarni o'rnatib chiroyli qilib yasab berdi. Egalariga buyurtmas bo'lsa, darvozani ko'rib tekshirib olavering. Xudo xolasa zamoklari ham siz aytgan Zuber zamokdan bo'ldi, 5 talik plastmassali kalit. Rahmat, yashar. Jentrani kalit emas u aka. Darvozani kalit. Buyurtmas bo'lsa aka, rozi bo'lib qo'yasiz. Salomat bo'linglar. Mehnatingizga rozi bo'linglar. Rozimiz. Xudo xolasa xursand bo'ldim. Yashang. Yashang aka. Tanjaningiz sog' bo'lsin, rahmat.